Assalomu alaykum bizani kuzatuvchilar. Bugungi video obzorimiz BYD U1UP avtomashinasi haqida bo'ladi. To'g'risi bu mashina haqida to'liq ma'lumotim yo'q, lekin qo'ldan kelgancha obzor qilishga harakat qilamiz. Hali yangi avtomashina, salafallari ham olinmagan. Mana kaliti shunaqa ko'rinishda bo'lar ekan. Qulflaydi, ochadi, bagaj ochadi. Mana aylini nima qiladi bilmayman, zavat qiladimi. Lekin o'ta zamonaviy avtomashina, gibrid. Ya'ni elektr hamda benzinli dvigatelga ega bo'lgan avtomashina hisoblanar ekan. Menga yoqmagan tomoni tashqi dizayni. Oldi qismi chiroyli ishlagan, orqasi cho'ta menga sal yoqmayroq turibdi. Buni orqa tomondan ko'rgandim. Mana U1UP BYD. Birinchi tashqi ko'rinishi, led-ped bir narsalari haqida to'liq obzor bir narsalarni tushunmayman. Eshiklar ruchkasi mana shunaqa ekan. Menga yoqdi. Ancha baquvvat. Metalldanmi bu, plastmassami bilmadim. Eshiklari juda katta, bako'ylar avtomatik yopiladigan. Ikkita motori bor. Mana bittasi tok bo'lsa, ikkinchisi naryoqda benzin. Qaysi biri benzin, qaysi biri tok bilmayman. Xullas diska menimcha necha ekan bu? Tak 215 ga bo'lish kerak. Bu hozir qayerda edi? 215 ga 65 R16 diska nima balon. Bagajini hamdan ruchni ozgina bosib yoki o'zingizlar ozgina ko'tarsanglar ochilib ketar ekan. Mana ikkita chiroq yonar ekan. Ruchni yopiladi. Hamda o'zini nimasi bor, iplarini ochib qo'ysanglar turadi. Podokonni bo'lib turar ekan. Mana tinaslarga e'tibor bering. Sumka, zavodskiy sumkami bilmayman. Kitobchasi bor ekan, bitta qanaqadir BYD degan. O'zida shunaqa narsalar chiqar ekan, bitta qanaqa narsalari bor. Bunaqadan yotqizadigan menimcha. Hamsi yumshoq ekan, avtotikani. Bir narsa tugmalari bor. Ishqilib bagaji ham normalni katta ekan. Gaz balon qo'ysa ham, navalim. Mana qarichim jonaga katta ham emas u, bir 2 3 yarim qarich. Mana ichkaridan ochib oladigan knopkasini bilmayman, Sparkga o'xshagan. Sanetda keladi hajmi menimcha kattaligi mashina. Xo'p. Nechinchi pozitsiya bilmayman, lekin yumshoq ekan. Mana shunaqa yonadi orqalari. Xitoylik mashinani ishlab chiqaruvchi, xitoyliklar 8 raqamni yaxshi ko'radi, cheksizlik ma'nosini bildirgani uchun. Mashina nomerlari ham shunaqa qilishga harakat qilishadi. Tak, mana bu besключовый достуp bor. Hali aytib o'tgandim, mana hozir qulf kalt yonimizda bo'lgani uchun mana bako'yli avto ochib yuboradigan. Mana bunaqa yonib berar ekan. Lekin qo'yil qo'ygani mana ishlab turibdi. Mana bu nima bu endi bilmayman, avtomatik klimat kontrolmi bilmayman yoki konditsioner yonib qolib ketganmi bilmayman. Hamma narsasi mana shu monitorda bo'lsa kerak. BYD rul mana hali salafallari olinmagan.
audio bir nima, multimedia, cruise control, adaptivniy bir nima, restart bir nimalari bor ekan. Gitarasida ham har narsalar bor. Skors mana shu yerda ekan. Shuni skors hozir payda turibdi. Havoni ham ko'rsatib turibdi. Eshik qaysiligi ochiq turib ko'rsatib turibdi. Motor 42 gradus hozir. Harorat, eshik ochiq. Xo'p, mana anaqani ko'rsatib turar ekan. Ballonni davleniyasini ko'rsatar ekan mana. 245 kilopaskal, 38 gradus Selsiy, 37. Hammasini ko'rsatib turar ekan. Gap so'z yo'q. 643 kilometrga yetadigan yoqilg'i, 29% zaryadka. Umumiy hisobda 649 kilometrga yetadigan energiya yoqilg'i nimamiz bor deyapti. Akustikasimi nimasidir bor bilmayman. Ancha bezopasniy nima deyapti. Nima ekan, kolonkaga o'xshayapti bu. Airbag deb o'ylayman. Yumshoqroq, lekin o'tgan safar Cherry Arizo 6 Pro dan ko'ra ancha jo'skiyroq ekan, lekin kojinli. Endi eka koja bo'lsa kerak. Bilmayman. Hamati ham koja, faqat Mamatga qaraganda yumshoqroq koja qanaqadir. Ammo plastikka o'xshagan kojami bilmayman. Boshqacha koja. Mana shu jo'ski plastik, bu yog'i уже ketdi plastik. Bu yog'i ham plastik. Hamma yoq plastik. Mana bitta kolonkasi plastik. Mana bitta koja qanaqadir. Mana yumshoq koja. Plastik. Mana koja. Mana shunaqa uchburchak nima qilib ishlab qo'yishibdi. Xo'p, nima bor bu yerda? Mode knopkasi nimani bildiradi? Avarinka, start stop mana tugmasi. Bu anaqaga qizdiradigan menimcha. Orqalar bo'yaymi? Bu telefonni quvvatlaydigan, yozib qo'yibdi, quvvatlaydigan bor ekan. Boshqa narsasi yo'q. Pastakanlik. Barini ko'ramiz hozir. Bari shundan qo'rqilar ekan. Bari chuqurligi. Cherry Arizo 6 Pro'nikidan kichikroq, lekin normalniy katta hajm. Bari usti koja qanaqadir. Sidenkada abduf abagrek bo'lish ehtimoli bor. Kojinli sidenka. Mana shunaqa rul yoqdi menga, lekin mana shuni ushlab ketishga qulay, charchagan paytda ani yo'lga. Bitta, ikkita, 2 xilini 1, 2 hamda 3 ta joy. Shunda 1, 2, 3, 4 ta. Mana chirog'i qaranglar. Bitta mundavosi yarqilashyapti, mundavosi saxralashyapti. O'chadimi yo'q bilmayman. Eshik yopsa o'char balki. Xo'sh, mana joyi zo'r ekan, menga yoqdi. Hoppa, yoqib berar ekan. Xo'p, mana qarang. Ochsa, yoqsa yonar ekan. Ajoyib. Mana zavodskoy chiqqanmi yo'q bilmayman buni. Ko'z oynay qo'yadigan joyi. Qani eshik yopaylikchi. Eshik yopilishlari ham prochniy ekan. Menimcha katta ekan vidimiz. Ko'rish. Tak. Oldi tomoni shunaqa. Endi parda cho'yini ochib ko'ramiz qisqacha. Xo'p, parda cho'ygi normalniy chuqur ekan, lekin vahshiy normal. Tashaversa o'zini ushlab qolishi yomon emas. Yumshoq yopilar ekan. Monitorda bir nimalar bor. Konser yondimi hozir bilmayman, nima shamol kelib turibdi. Jetdan. Bir tomondan Mamatda shamol kelib turgani yaxshi, sababi telefon qizib ketadi, bilasizlar. Salqingina, muzdekkina ketadi telefon. Xo'p. Hali salafan aytganimdek qanaqadir
materiali kojinli material boshqacha ekan, ajoyib. Hamma joylari chiroyli ishlab qo'yibdi, lekin sertsaga o'xshatib. Patolog. Mana nimasi bor ekan, luki bor ekan. Panoramniy tom ekan bu onasini hamsi. Shunisi chiroyli ekan, chirog'i bor ekan orqa tomonga o'tirishga. Shunisi yoqdi menga. Sidenkada o'tirish qulay. Bemalol. Yaxshi zo'r ekan shu joyi. Короче, menga moslashgan o'rindiq. Mana qaranglar ko'pligini. Derazalarni ochadi, blokirovka qiladi, eshiklarni yopadi, hammasi bor shu yerda. Men bakoylarni to'g'rilaydi. Gap yo'q. Bitta podsvetkasi bor. O'rtoqlar, telefonimiz qizib ketganligi bois videoni to'xtatib qo'yishimizga to'g'ri keldi. Endi orqasini obzorini ko'rsak. Eshigi xuddi shunaqa plastik. Bu ham plastik ekan. Mana yumshoq plastik. Mana koja. Sut kojami? Bilmayman, mana kojaga o'xshyapti. Xo'p, mana bu joy kojaga o'xshyapti. Yaxshi ko'ryapti, mana plastik, bu ham plastik. Mana metal. Mana koja, yumshoq koja. Tak, mana koja. Plastik. Koja. Ichki tomoni plastik. Mana ham plastik. Plastik. Xo'p, o'tirdik. Mana o'rindiq menga moslashgan oldi qismi. Oldinda cho'tki joyi bor, bemalol. Mana orqada bunaqa abduf USB Type C. Bemalol o'tirib ketsa bo'ladi. Hamma joy havo nomloqsa yonadi. Bular qorada ekan, panorama tom mashaqacha kelgan. Tepamgacha, boshimgacha bir qarich, bir yarim qarich bor. Airbag bor ekan. Orqada bemalol 3 ta odam baloniga kurtka bilan ham chiqib ketaveradi. Bilmayman, mana buni detskisi yonib qolgan shekilli. Eshik ochilmayapti cho'ta. Qulflanib qoldikmi, ish qilib bilmayman. Shunday qilib turib. Bunday ochib turib, tashqaridan nedir uchkasi. Ochamizda ko'tarib yuboramiz. Mana ochildi. Bitta ham podsvetkasi bor ekan. Orqadagi detski yonib qolgan. Hop. Shu desangiz, o'chadi avtomatik. Qulfladik. Bakovali yopildi.